Polani qaranglar, o'sha polani qaranglar, o'sha tekislab qo'yishdi, o'sha fan klub sektorni ham. Polni bo'tda aka biz borishadimi o sektorni? Nima qilishadi? Biz betonini yengillaymiz, skameykalarni boshqadan taqamiz. Hamma skameykasi boshqadan taqiladi, beton qo'yilib. Maydon qachon qo'yiladi? Maydonga, chimlarga? Maydon aprelda o'rtalarida chimlik ishi boshlaymiz. Hali sistemasi hammasi yangi bo'ladi. Bunday sistemalar hammasi yangilanadi. Aha. Umuman boshqa holatda bo'ladi. Sip ham yangilansa kerak, katta ehtimollar sipda qattiq ish ketyapti-ku sipda. Skameykalar hammasi o'zgaradi, boshqasi bo'ladi. Oldi vitraj oynalari bo'ladi. O'zidan alohida kabinkalari bo'lsa kerak. Albatta. Xudo xolasa stadionda ish yonyapti, xudo xolasa kuzda xudo xolasa arenaga qaytamiz. Bu yil sezonning oxirida xudo xolasa chempionlikni aynan shu stadionda xudo xolasa nishonlaymiz birgalikda. Stadionda ish yonyapti. Stadionimiz lekin bu yo'lakda qoladi, chunki bu olimpiyskiy sistemada qurilgan stadion, xuddi Roman stadionlari o'sha olimpiyskiy rejimda qoladi. Yugurish yo'laklari qoladi. Bu 2 etajli bo'ladi. Bu xudo xolasa 2 etajli bo'lar ekan. Aha. Yeri tegib kirgan bo'ladimi yoki Yevropaga o'xshab? Gap yo'q aka.